qamalganlardan so'rashgan. Nima qanaqa ota-onangizlar yoshligingizda ko'p gap eshitgansiz desa, qamalganlar 90% ota-onasi tomonidan bir kun emas, bir kun sen bola qamalasan degan gapni eshitgan ekan. Ikkinchi misol esa bu doim men aytaman, Tomas Edison lampochkani kashf qilib milliarder bo'lgan odam yoshligida uni 2-3 sinfda maktabdan spravka berib chiqarib yuborishganda, oyim men nimaga maktabga bormayapman degan. O'g'lim, sen shuncha talantlisanki, kallangda ishlash koeffitsiyenti shuncha zo'rki, maktabga borishingga hojat yo'q deb doim uyda tahsil bergan, uyda dars bergan. Lekin kunlardan bir kuni o'zi milliarder bo'lgandan keyin, onasi olamdan o'tgandan keyin onasining shkatulkasini olsa, maktab o'sha yoshligida bergan spravkaga ko'z tushib, baqirib yig'lab yuborgan. Chunki u yerda shunaqa so'zlar yozilgan bo'lgan. Sizning o'g'lingiz aqli zaif, debil, maktabga ikkinchi olib kelmang degan yozuv bo'lgan. Lekin onasini bo'lgan ishonchi bolasini har doim sen kuchli bilim sohibi, seni aqling, zakovating kuchli deb aytgan gapi, ishonchi shunchalik u bolaga zo'r ta'sir qilganki, u hattoki o'zini sverstniklar deydi, tengdoshlariga qaraganda yuqori yutuqqa erishib, lampochkani kashf etib, millioner darajasigacha yetishgan.